Manara-i Kalonga keldik. Manara-i Kalon Arslanxon tomonidan 1127-yilda qurilgan. 105 aylanmasini arqadan chiqiladi bu yerga. 105 ta aylanmasini. Balandligi 47,5 metr deb aytiladi. Me'mori inshootning loyihasi va qurilishiga ustabaqa rahbarlik qilgan. Uning ismi minoraning yuqori qismidagi yozuvlarda saqlanib qolgan. Poydevori yer ostiga 9 metr chuqurlikkacha tushgan. Hem o'lim minorasi afsonasi. O'tmishda manqitlarda unda ayrim og'ir jinoyatchilar minoraning yuqorisidan tashlab jazolangani uchun shunday nom berilgan. Vazifalari asosiy diniy vazifasi oson aytib musulmonlarni namoziga chorlashdan tashqari dushman harakatini kuzatish hamda cho'ldagi yo'lovchilar uchun mayoq vazifasini o'tagan. Joylashuvi Payi-Kalon majmuasi. Chingizxon ehtiromi Chingizxon minorani muhabbatdan hayratga tushib, uni buzmasdan saqlab qolgan. Bugungi kunda UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Keyingi video Abdulazizxon jome masjididagi ajoyib mo'jiza haqida bo'ladi. O'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling.